Qalay bo'l. Bir bo'g'oz chiqarganlarga mana shu videoni tashab qo'ying. Doston akam videosini ko'rib qo'yinglar. Doston akam ena bolani 30 million narx qo'yapti, 28 million qo'yapti. Sizlar bo'g'ozni 50 million, 60 million narx aytayapsizlar. Undan men quvaga borib Doston akamdan mol olib kelganim yaxshi-da deganlar uchun kelib olib ketaverasiz. Eshigi har doim ochiq. Endi bizga shunaqa chiroylilarni ko'rsating, sog'ib ham maza qilaylik. Olib ham maza qilaylik. Bugun yomg'irda tomosha qilib ham mashalloh deb qo'yasizlar. Otangizga, onangizga rahmat deysizlar. Narx-navo bomba bo'ladi. Bunaqasi to'g'risini aytsam bo'lmagan desak ham bo'laveradi. Uchi boshliklari ena bolani puliga bo'ladi. Sizlarning iltimos bittadan like bosib, Dostonbek akam uchun kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib tursanglar, biz juda ham xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlari. Sizlar bilan ekran orqali diydorlashib ko'rishib turganimdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roligimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Qo'rg'oncha mahallasidan bo'ladi. Dostonbek akam, Polvon akamizning xonadoniga yetib kelganmiz. Shu yerda 4 bosh. Xudo xolasa 3 boshliklari bor, hali garantiyali, gumon-pomon emas. Bo'g'ozini bo'g'oz, qisirini qisir deydi Dostonbek akam. Bundan eski obunachilar biladi, yangi obunachilarga eslatib qo'yamiz. 2025-yil 21-dekabr hafta kuniga bugun yakshanba dam olish kuni. Bugun dam olish kuni yomg'ir yog'yapti. Bozorga chiqmadimda, qani bir YouTube'ni ko'raman. Arzon bo'lsa Dostonbek akamga sirazi telefon qilib, xudo xolasa sigirini o'zim olib kelib olaman. Olib kelib beradi deydiganlar uchun men qarang. Bolani yaxshi ko'radiganlarda. Siz qani ketdik bu yaqinda Dostonbek akam o'zi tushuntirib beradi. Xudo xolasa mashinasiga bir tomchi yomg'ir tushmaydi. Uylarga shunaqa xo'p qurg'oq bor beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dostonbek aka, sonlar yaxshimi? Yomg'irlarda qiynalmay O'zingizchi akam. Xat xizmatida charchamang. Xalq xizmati boshlayapti. Bizni ko'rib turgan jamiki O'zbekiston xalqiga salom. Ha, salomat bo'ling. Obunachilarimizga salom, musofirdagi, o'zimizdagi hammaga salom. Bugun aka mana Xudoning rahmati yomg'ir yog'ib turibdi aka. Xudo xolasa obunachilar 4 ta zo'r mol qilib qo'ydim aka. Baxtli qilamiz, xursand qilamiz, duo qilishadi. Duo qilib qo'yishadi aka, mana bo'g'ozida. Ha. Qisirsa qisiridan. Qanaqasi kerak bo'lsa shunaqasidan qilib beraman aka. Norza bo'lib ketmaydi kelgan inson. Bizlar ular duo qiladi aka, Xudoga shukr, shunchasi olib rahmat aytadi. Bundan ba'ga rahmat ish qilamiz aka. O'zi olib borib beradi. Eng qizig'ini aytaymi? O'zim uyga aka, o'zim. Men molim ishonganimcha o'zim olib borib beraman. Ana yomg'irda boru, Xudo xolasa qup-quruq. Bir tomchi yomg'ir tushmaydi. Yomg'ir tushmasda qup. Dostonbek aka, o'zingiz quvalisiz, quvalilar ham, yaxshi yomonliklar ham, Farg'ona, Namangan, Toshkentliklar yaxshi ko'radigan ola Toshkent zebolari deyishib qo'yadi. Xudo xolasa to'qol variantida. To'qol variant aka. Bitta kurakchilarni ko'rsatsangda, yurish-turishlarini, yuvoshliklarini gap bo'lishi mumkin emas. Undan gap so'zi yo'q aka. Xudo xolasa, bismillahirrohmanirrohim. Tishlarini ko'rindimi aka? Mana ko'rib olaverasizlar 8 ta. Hali bosgan, yalagan unaqa narsa emas. Xudo xolasa bolasi oldida chiroyligini qarang, xunajincha. Xudo xolasa tutaylari ham katta-katta Doston aka maza qilib sog'ar ekan-a. Buni olgan odam maza qiladi. Inshaalloh, Xudo xolasa puli bor yoniga. Mo'yna molni chiroyliligini qarang. Narxlar qalay bo'ladi aka? Vaksi bomba. Ha, bilaman siz quvalilar mard bo'ladi, bittasi Doston aka ham bo'ladi. 1-2 so'miga qaralmaydi. Aytilgan baho muhim emas. Xudo xolasa. To'g'ri aka. Ketdik. Hamma narsani xayr bo'ladi aka. Voy jonivor. Qarang. Doston aka, Xudo xolasa, hali kuchi shaqi bo'lsa 80%, 90% kuchi shaqiga ketib qoladi-da. Buni shoqi yo'q, nuqul sutga ekanda Doston aka. Voy jonim bolasi kelmaganligi uchun. Ha, molda aka suyagini ko'rsin. Tutaydi ham qarang. Boricha ko'rsatiladi. To'g'ri, sog'iladigan paytdan ozgina o'tib qoldi. Shunisini ham, bolajonligi qarang. Rasa bolajon ekan. Bolasini ham olyapti, bolasi. Baquvvatligini qarang. Ana bo'lmasa. Ha, joning sog' bo'lsin. Bolani ham qarang. Elorak eng muhimi sog'lomligida aka. Ashida Mo'ni qarang. Voy, chiroyligini qarang, go'zalligini. Bola ham o'sha enasiga yetib qolibdi aka, dadil aka. Xudo xolasa 1,5 oylik gumoni bor. Ha, gumoni bor. Gumoni bor. Mana bu nechinchisi Doston aka? Mana shu 3-chi. Rasa yo'llar ochilib, sut berishga kelgan. 3-chi bolasi. 2-chi va 3-chi. Qanday qochgan bo'lsa aka. 4-chisiga. Nechta sut beryapti Doston? 4 sut beryapti. Nechtaga beradi? 8 taga beraman, har doim 2 ta kam. 2 ta kam. Doston aka, bugun mana shu yomg'irda hoji enamlar televizorda tayida Dostonbek chiqsin o'g'lim, yaxshi sigirlari bo'lsa o'zim olaman deydiganlarga. Hojota bitta lakni bosib berasizmi hoji enam uchun? Narxini ayting, hamma shokda bo'lsin.
Aka, maqsad bugun bomba, sotish. Bomba aka, mol baquvvatini ko'ryapsizmi? Ha, zo'rg'a kuchingiz yetyapti aka. Elor aka, xavf kuturmaymiz. Xo'p, Obunachilarimiz mana shu yomg'irda hamchi Dostonbek ham uchun like bosinglar. Qarang. Aka. 29 million so'm aka aytdim eshitmay qoldim. Yo'q-a? 29 millionmi? 29 million. Vodiy bo'ylab 28 million. Qaramen. Qaramayman. Bo'ldi gap, qani bor baraka, Bugun poching. faqat sotaman. 28 million. Bor baraka, otangizga rahmat. O'zi dastavkasi vodiyga mutlaqo. Qayerda ko'rgansizlar 28 millionga odamlar bo'g'ozini aytyapti. Endi buni gumoni bor, endi buni suti bor, yonida bolasi bor. Addenni sotsangiz ham har taraflama siz yutib chiqasiz. Mayli bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin, Dostonbek akamni duo qilib qo'yinglar. Otasiga, onasiga rahmat. Tutaydi qarang, biz hali videoni o'tkazib bermay turasizlar. Sizlar uchun jichadan Dostonbek akam o'zi sog'ib beradi, tomosha qilib qo'yasizlar. Bemalol kennoyimlar, pochchamlar, jiyanlar kelib o'zingizlar mana shu yerda qaysi mol yoqsa, endi hammani didi har xil. Shunisini olib ketaverasizlar-da. Hali maytda sizlar kuttirmagan estollar turibdi. Mazza qilib sog'asizlar. Mana yerda uchi boshliklar, haligi 2 oy sabr qilasiz, 3 ta mol bo'lib qoladi. Mana yerda shvedni zuvachkalari og'zida turibdi-yu, bo'lsa bo'lsin, bugun xalqqa bo'lsin tutaylardi qarang. Mashalloh. Mazza-mazzada. Bugun haqiqatan Doston aka, aka, yomg'irda narxlar tushib ketdi deymiz ekanda, ha? Sallahan. narxlar tushdi deyaverasiz aka, xudo xolasa obunachilar uchun. Bugun 5-6 yuz 1 millionga qaraldi. Qaralmaydi deng. Bu ikkinchi molimiz. Ikkinchi molimiz. Ha. Bismillahirrohmanirrohim. Baquvvat akana Dostonbek aka. Tishlari ham lapatga dur aka. Hech qaysini. O, yashiryaptilar tishini. Endi klientlar ko'rsin savat. Egalariga yetkazaylik aka. Tishlarni qarang, kattaligini, lapatligini. 8 ham endi chiqaribdi Doston aka. Buni ham bolachasi Doston aka nima buniki? Bo'ladi aka. Ha, 2025 da barakatli. To'g'risini ham ko'paysin. Ha, joni sog' bo'lsin. Chunki bunachim bo'lsa barakatli bo'ladi. Inshaalloh. Ikkitadan tug'ib bersin. Mol aka bana. Voy jonivor, haqiqiy Eston. Estonni qarang, tutaylarini. Chiroyligini, quloqlarida sirg'alari ham bor ekanda. Doston aka emlangan ekan mashinasi. Sababi doktorlar emlangan molga sirg'a taqishib ketadi. Endi Qirg'iziston paroda bo'lsa, Qirg'iziston paroda deb yozilib qo'yadi. Bu yerda Qirg'iziston parodasi yo'q. Chunki qulog'ida o'zimiz oddiy doktor akalar taqqan sirg'a. Endi bolasi ham mana Voy basti ham. zo'r. Tutaylari ham tutdi. Xudo xolasa. Mana bolajon. Kimdiklari ham bor ekan. Aka buni stras bolasini ham emlab qo'ygan ekan yashilga. Aka, hamma aka o'zi emlangan sog'lom. Molni sog'lomda qarang. Xudo xolasa oyoqlari ham stikon. Aka buni ham gumoni 1,5 oylik bo'lib qoldi. Nima olganimga 15 yil oshib qoldi-da. Ha. 1 oylik, 1,5 oylik gumoni bor. Ha. Hani gumonni gapiryapti aka. Yo'q ekan olaversin. Xudo xolasa ikki boshga savdo qilasizlar. Oldinga qo'shganim yo'q. Ha. Yo'q. Dehqonni gap aka. Yo'q, narxlar juda zo'r bo'lyapti. Doston aka. Doston aka buni nechta suti bor aka? 10 ta. 10 ta, 8 taga bu. Yo'q, 10 taga olursiz. Yo'q-a? 12 ta suti bor. Ha, 10 taga olursiz. Aytamadim. Lekin akajon, mol bor-ku, tayi ham zo'r ekan, keyin bularni suti. Aka bu sog'lishlari ham, sutlari ham zo'r. Yo'q, suti ham. 12 litr aka bu so'yar. Ha. 10 taga beraman obunachilar. Mesela bo'yningi chaqiga sut beradigan. Chanqabdi ham Doston aka suv ham bermayapsiz mana, yong'ir. Bolasi ham emadi aka. Chunki Doston aka hali qonnini ishirib qo'yib, unaqa qilish yo'q. Boricha ko'rsa. Doston aka, kuttirmagan holatda ikkinchi molimiz. Olsa bitta obunachimizni baxtli qilaylik bugun. Aka 31 million. Qanaqa 31 million? 30 million. Bugun chopamiz. Aka bugun chopamiz deganmiz, chopamiz 30 millionga bor aka. Jon hisob bo'lsin. 30 millionga qayerda ko'ryapsizlar? Qalay bo'l. Bir bo'g'oz chiqarganlarga mana shu videoni tashab qo'ying. Elyoruzga kirib bir Doston akam videosini ko'rib qo'yinglar. Doston akam ena bolani 30 million narx qo'yapti. 28 million qo'yapti. Sizlar bo'g'ozni 50 million, 60 million narx aytayapsizlar. Undan men quvaga borib Doston akamdan mol olib kelganim yaxshi-da deganlar uchun kelib olib ketaverasiz. Eshigi har doim ochiq. Endi Doston aka 3-chisiga 3 boshli. Aka 300 bor. Lekin Ali xalq tutgan kun kelmadi, aka. ikkita molni 3 tayu, ikkita molni pulini aytadi. Mana bu haligi gumon, yo'qsa 4 oylik, 5 oylik emas, 7 oylik obunachilar 2 oy sabr qilasizlar. Ko'p emas. Elorga bu buna bo'ldi. Dehqonni o'zi oldin. Ha. Mani cheslovimda 7 oylik dedi. Ha. Yo'qdi, men 7 oylik ishonmadim-da. Ha. O'ziga gizdim. Ha. 6 oyga
to'lib o'tibdi deyapti. Aha. 6 oy u 7 oy bo'lyapti. Ikkovida farqi uzisi ham bor ekan. Ha, tashlab beraverasiz. Tashabbani dehqon yozib qo'ygan ekan. Lekin Dehqon qilsa 7 2 oyda tug'adi xudo xolasa ekan. aha, lekin 15 litr suv sog'ib olgan ekan egasi. Aha. 15 litr. Ukasi 6 oy o'tgandan keyin sog'may qo'ydim men deyapti egasi. yaxshi. Mashimol deyapti, lepoyga bering deyapti. Shu molga rahmat aytadi. Dehqonni gapi to'g'ri, uziga hamchi gabarati itishini ko'rsatamiz. Katta kichikligiga qarab aytadi. Uzi. To'g'risida o'zi ham aytadi 10 kun, 15 kun plus minusi bo'ladi obunachilar deydi. Bizga o'xshagan akalar. Alaylik. Bo'ldi, aka mana shu yerdan ko'rin mana. Ko'rindimi? Mana. Yaqinlashtirib ham qo'yaman. Bo'ldi aka. Eng qizig'i mol aka zo'r. Mayli, xohlasanglar 6 oydan o'tganga olinglar. Doston akamga ham mana shu yerdagi mollar tirikchilik. To'g'risini aytish kerakligi dehqonchilik deb birovni aldab, halol pulini harom qilgisi yo'q. Ha. Endi men ko'proq dehqonni gapiga ishonyapman. Bo'ldi. O'zi aldayapti. Chunki o'zi katta kichigiga qarab qo'yapti. Shuning uchun. Lekin xudo xolasa 7 oylik olinglar. Mayli 6,5 oy chiqsa 15 kun yag'i bo'lsa hamchi. Lekin dehqonlar o'zinglar bilasa chislo qo'yib qo'yamiz. Hammamiz hamda. Masalan, qo'ygan kunidan hisoblab aka. aha. Bolasini ham qarang, bolasi ham yetib qo'ygan aka. Ha, bolasini aka 2 oydan keyin tug'sa, keyingisiga ikkovi teng qo'yib qo'yar ekanda. Bitta narsa. Ha. Hani ko'pchilik telefon qilyapti-da aka. Ha. Pulim jicha kam, Dostonbek. Enasini bering, yo onasi, bolasini bering degan ko'p chiqyapti. Ha. Shuni xollasa enasini beraman. Hop. Xollasa bolasini beraman. Ana, sizlarning yo'linglar, ularning yo'liga yuraverasiz Ben ekan. yo'liga yuraveraman aka. Ana bo'lmasa. Xollasa juposi. Lekin jup olishni tavsiya qilaman. Juposi arzon oladi. Ha, to'g'risini aytish kerak. Mana mena bola ajratib kim yo'q aka. Ha, endi aytib qo'yapti Dostonbek akam ham mana so'raganda kimdir puli xunajinga yetadi. Kimdir mana ena bolaga endi buni ena bola aytasiz aka. Qiziqqaniga o'zingiz telefonda kelishib olasiz. Enasini so'rasa enasini, bolasini so'rasa. Doston aka suti bormi yo'qmi buni? Yo'q, sog'mi 6 oy bo'lgandan keyin sog'mi 1 oydan beri. 1 oydan beri sog'ilgan yo'q, 6. Lekin erta chiqarish kerak-da. Bola kattada. Shuning uchun. Xolasa aka bu urug'ga qo'yib qo'ygan ekan. Ha. Iloyim urug' tushib zo'r Ovoz tug'ib bersin iloyim. Zolim mazasi 15 ta sut dedi, qo'rqmay ayting dedi. Ha. 15 litr sog'ib olganman, 15 litr beradi bu molga. Doston aka uchi boshga aytasiz. Shu boshga aka, xolasi o'zisini, xolasi uyga doktori bilan chiqib tursin aka. Pirchakkasi bilan. Mashinadan shunday tushirmasa o'zi qilib oladi. Agar bo'lmasa aytaman, men o'zim uzr so'rayman aka. Qaytib kelaverasiz? Qaytib kelaveraman, bir ozim gapirayman. Lekin molim o'zisi ham aka, hamma o'yga javob beraman. Doston aka ayting. 2 boshga ayting. Ikki boshga, 3 boshga. Ha. 7 oylikga tanomayapman aka. 36 million so'mga aka vodiy bo'ylab ketdi. 36 jicha og'izga ana bu 35 million quloqqa ham zo'r eshitadi. 35 million xo'p deng bugun. Aka bugun sotaman dedim. 35 million bor aka. Rajon. Qalasi o'tirayman aka. Hatto aka 500 ming qo'shib unaqa. Ko'ningizga yo'l topsa nima qilasiz? To'yim yo'l topsa aka, vashi arzon qilib beraman. 10 million deyman. Ha, qancha deysiz bitta aytib keting. To'yimni topsa 1 millionga beraman. Voy joningiz sog' bo'lsin. Mana shu joyga Doston akam mard insonda 1-2 so'miga qaralmaydi. Like deb bosinglar, sirazi ekrandagi nomerga aloqa chiqinglar. Olgandiki bo'ladi. Bugun yomg'irlar mavsumi deymiz. Yomg'irda narx-navolar bomba bo'lyapti. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin deyapti-da Doston akam. Xudo xolsa duo qilsin deyapti. Bugun faqat sotaman. Ha, joningiz sog'. Gumillab sotaman. Voy, monolar boklarini qarang, kanistrlarini chiqib ketaman deyapti-yu. Bolalarni qarang, zuvachkasi oldida. Buni soqqan inson bori suti tugamasin deydi. To'g'risida taylarni qarang, oralari kengini olish kerak-da mana. Ko'ryapsizmi? Tutaylarni orasi ham keng. Stolchani qo'yib olib, xotirjam. Orqasidan ham sho'radi aka mana. Omay qoyil. Orqasidan ham, oldidan ham umma odamlarlar dedi. Agar sog'ishni bilmaydigan kelinlar mashinada o'rganib olarkan-a? Vahshiy aka, vahshiy qilib sog'adi. Bo'ldi gap. Aka bolasi bir xaftalik bo'ldi. Ha. Bir xat bolani ham bergan ko'rasiz. Omini shved beribdi-da, o'ziga o'xshagan. Bismillahirrohmanirrohim. Buni ham kurashini ko'rsatamiz. Alak. Aka, silyos ekan mana. Mo yana na bo'lmasin. Bo'ldi aka. Lapat. Lapatga bemalol. Buni suti ko'p shekilli, Doston aka. Aka 15 ta suti beryapti. Xo'p, siz nima deysiz? Aka bu daxlat, bomba, buni ham 12 ta sizlar olib. Ha, ana. Endi 13 ta demaylik, 12 ta deylik demoqchi edim. Hammasidan 1 million tushiryapti. Ha, bo'ldi, buni ham tushiramiz omale. Mana talashmayapman, nimaga? Maqsad sotish. Buni yetalab yurish emas. Ha.
Voy Molni jonivoring. beraman deb qo'yga tushadi aka mana. Ha joningizdan. Mana mol. Molni xudo xolasa olinglar, poshshosini olinglar, malikasini olinglar, mazza qilinglar, duo qilinglar. Mana qarang. Mana shu mollarni aka mana o'zingiz borasiz bozorlarga, Andijon bozorlariga. Aha. Bu hozir mana 70 million bo'ldi deyapti, to'g'rimi? Ha. Hali ko'rdim daqiq. Ha. 70 bundan kichkina aka, bo'lmasdi ham. U hali tug'magan. Tug'magan aka. Buni suti bor edi. Aka bu molni zo'rligini aytib beraymi? Ha. Talab bo'lyapti bir haftada. Yo'q, Mol yerilyapti aka, talab uchun qo'ymadi deyapti. Qo'yib qo'yadi aka. Yaxshi mol 40 ichida qochadi deydi aka. Bu qizdirib Bu qo'ydi buni. yilida tug'ib beradi aka bu. Yiliga bola beradigan mol ekanda aka. Bolasi ham bir haftalik bo'zaydigan bo'lur aka. Bir oylik bo'zay bilan teng. O'nakda sutga oladi doston aka. Sutga oladi. Bolasi xunajin bir haftalik talab bo'lib turibdi. Talab bo'lib turibdi. Qo'yishib oladi yana bitta urug'. Doston aka, bunday qilamiz. Oxirida menda o'zi narada 3 ta molni olib kelib, obzorini qildik, narxini aytdik, buni narxi qoldi. Buni narxini ayting, tortishmaydigan, talashmaydigan. Oxirida bomba qilamiz. Buni narxi ham bomba aka. Xo'p, bo'ladi. Aka. Ha. Bo'g'ozlar 35 million. Hop. Unaqa emas, 36 million yo'lni bolasi bilan. Anoni qarang. 3 boshda 35 ta qoldingmi aka? 35 ta qoldi ya. Buni ham 35 ta qoldiramiz. Qaramang molga. Aka, uyga qaramayman dedim. Hop. 35 millionga vodiy bo'ylab dastlabkasi ham bor aka. Bor, baraka. Hajjon, ketdi ana. Kimnikiga bo'lsa ketdi mana 35 millionga. Voy jonivor. Aka yeb ichishi, sog'lomligiga garantiyasini beraman aka. Ana bo'lmasa. Bo'lsa, qo'rqmasdan aytaveradi. halqa bo'lsin deydik. Mashinadan sog'ib beramizmi aka? Kiloga maktan sog'ib beradi. Mana olib kelib qo'yadi, sog'ilmaydi. Ha, to'ppa-to'g'ri, yaxshi qildingiz. Haligi to'g'risi birinchidan yomg'ir yog'yapti, uyumay turadi. Ikkinchidan maza qilib sog'amiz, doston aka. Oralari keng, sababi to'g'ri so'qatib qolmasin deyapti. To'g'ri gapirdingiz, yaxshi gapirdingiz. Chunki bu yerda turmasin, oralari ham keng, haqiqiy ko'rinadi. Mana doston akam jichcha aytilgan gapiga libo'ypay javob beradi, o'zi olib borib beradi. Mana sizlarga aytdi 15 ta suti bor dedi, 13 taga emas dedi, 12 taga olaversin dedi, duo qilib qo'yaversin dedi. Aka xudo xolasa molimga yeb ichishiga, sutiga, sut qo'lida. To'ppa-to'g'ri. Yeb ichishi sog'lomligiga garantiya 100% beradi. Bachadoni chiqmasligi, o'zini o'zi emasligi. To'g'risini aytishga yashil bilan to'g'risini aytsam hech kim javob bermaydi. Hali torvoq. Yashilga havodan kelibdi, yashilga javob bermayman. Lekin meni uyimda soppa-sop. Soppa-sop, chunki bu yerda bitta mol emas, ikkita mol emas, ko'p mollar turadi. Ana shu hali foydalanadigan akalarning uyida to'g'risini aytaman. Voy jonivor. Mana bolajon aka, bolasini ham rasa yalab turibdi, mun qarang. Aka tushuni qarang. Shuni qarang, tushundik. Doston aka, siz bittada solib bersangiz ham bo'lar aka. Mun qarang, shuni. Shu yerda bo'ldi aka. Aha. Sotib yurmaydi aka. Yelinlari ham zo'r ekan, teshiklari ham qog'ozli aka. Moni ham idroni Estonda. Aka tushlarda gap yo'q. Mana xudo xolasa bo'ladi, doston aka. Hali obunachilarga molim aka, 3-chi mol. Tepadiga o'sadigan mol olmayman, Kerak emas. olmayman. To'g'ri, lekin mana sutni ko'rib olinglar. Masalan, Mana molim o'zi bolasini yalab turibdi aka, yuvvoshligiga garantiyasi bor. Apshi, bu doston akamda mana o'zi aytadi, tepadigan, suzadigan mol umuman kerak emas. Bekor yeversa ham. Omma, nimaga? Buni ertaga birovni tepib qo'ysa, suzib qo'ysa, Buni aka unga ham tatimaydi, doston akamga ham tatimaydi-da. YouTube'da sotyapman. Butun O'zbekiston ko'ryapti. To'ppa-to'g'ri. Xudo xolasa zo'rini sotdi. Otangga rahmat, onangga rahmat deb qo'ysa aka. Ha, to'ppa-to'g'ri. 100 ta 200 ta mol sotgandek bo'ladi-da. Shu gapi o'zi yetadi. Aha. Omali Nargiz ham doston aka shu yerda rasa yedida mazza qilib sog'aydigan bo'ldi. Vaz. Uni qarang. Buni qarang aka. Ana qarang. Buni ham shu. Idirasiz, bollarni oldiga baylaysiz, ichga ketdi, tish ketdimi? Voy jonivor. To'rov aka mana. Xudo xolasa, shuni qarang. Doston aka, bugun mollarni olgan odamlar maza qiladi, sariqligini ham qarang. Aka bu mollarni egasi kutyapti xolos. Aha. Bitta telefon bilan xudo xolasa Bitta kelisizlar. telefonni qilib, ukam moling yoqdi, olib kelib bersa, g'izillab yetkazib yuboradi. Endi mana shu Toshkent zebolari deb qo'yadi. Buni ham idir bir ko'rsatib beraylik. Mana uni ham, xudo xolasa. Doston aka, mana rasa iyidi doston aka. Mashina olgan odam ham. Doston aka, buni 35 ta qoldi aka. 35 millionda qoldi aka. Kami g'ich-bich, lekin haqiqiy mol olaman, istab yurganlar mana sizlarga mol. Men o'zim ham endi yerga sog'may deyapman, mun qarang. Yuvoshligini qarang. Machalka. Voy, mun qarang. Doston aka,
Rassa duo qiladi hoji enalar aka. Duo qilsin aka. Duosida ish yo'q. Aslida xudo xolasa mana Doston akam o'zi aytayapti, 1-2 so'mga qaralmaydi. To'g'risini aytsam, uyiniga yo'l topsanglar 1 millionga beraman deyapti, Doston aka. Va idrorat bu yerda sog'averasiz. O'ncham tanlamaydi aka mollarim. Bizning mollar deyim. Ha. O'zi asli orqa tarafni bu tarafidan, chap tarafidan sog'iladi-da, o'zi asli. Bu farqi yo'q deyapti Doston aka. Mol farqi yo'q. Mol qatib olgan aka, buni qarang mana. Aka, qatib qopti-da. Mol qatdi aka, bo'ldi. Men aytaman. Mollarim yuvoshligi. Ha. Izolatli joyi yo'q aka. Ha, joningiz sog' bo'lsin mana. Mana usti ham. Voy, chiroyligini qarang. Oldida bir o'tirmaydi. Doston aka, yaxshi bo'ldi bugungi narxlar ham menimcha. Aka, xudo xolasa narxlari bu aytilganlari hech qaysisi muhim emas. Telefon qilib uka desa, chiroyli qilib yo'lda qilib beraman. Joninglar sog' bo'lsin.